Albatta, Minecraftdagi eng qo'rqinchli qonli oy haqida tahlil qilamiz. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling va albatta do'stlaringizga ulashib qo'ying. Qo'rqinchli videolar yoqtirarkan do'stlaringizga. Unda tahlil qilamiz. Qonli oy. Qo'rqinchli Minecraft, ya'ni somon bilan qo'ylarni chalg'itayotgan o'yinchi o'z uyiga jalb qilayotganda yoki boshqa joyga, ya'ni boshlaganda qo'ylarni sudrab borayotganda. Okey, qolgan qo'ylarni ham videoni biroz o'tkazib turamiz. Okey, hammasini yig'ib oldi. Hammasini somon bilan nima qilayotgandi. Xo'p. Nima u bilan rishotkalarni qo'yib, qo'ylarni ya'ni nima qilaman deyotgandi. Qo'ylar rishotka qilib bo'lgandan so'ng unda rishotka qolmadi. Ya'ni qayergadir nima shunday deyotganda-da, qani uyiga bilan uyiga chopayotgan yoki boshqa joyga o'z fermasi hamma narsalarni olib, hamma hosil o'rim, ya'ni croplarni o'zi bilan olib oldi. Okey. Ko'ramiz yana nima bo'larkan. Okey. Okey. Suvda hamma samonlarni olayotganda, okey. Hammasini oldi. Shu joyda stop aytaman do'stlar. Kanalimizga obuna bo'linglar va undan keyin foydali videolarimizni ko'rib olinglar. Ya'ni unda boshladik. Bizning maqsadimiz esa 500 ta obunachi. Okey. Hamma urug'larni ekardi. Okey, hammasini ekib hali yarmi qolgandi. Hammasini ekiladi shu yerlarda. Xo'sh, videoni biroz tezlashtiramiz. Okey, qayergadir ketayotgandi u. Hosil o'rimlarni, ya'ni qo'ylar jalb qilayotganda. Xo'sh. Hamma hosil o'rimlarni jalb qilayotganda qo'ylarni o'ldirishni boshladi. Qo'ylar bolasini ham. Rosa Zaynab bo'ldi. Xo'sh. Qo'ylarni nima yana qo'y bolasi aylantirmoqchiman. Mana qo'y bolasiga o'xshadi. Biroz o'tkazib turamiz. Ya'ni nima qonli oy. Xo'sh, ko'ramiz do'stlar. Okey. Shu yerdan ko'rib biroz qo'rqib ketdim. Okey. Blood moon, ya'ni blood, qon, moon, oy degan ma'noni anglatadi. Okey. U borayotganda o'yin qani toshlar bilan yopib tashadi. Tashagandan so'ng katta sandig'iga shu narsalarni qo'ydi. Mana okey. Uy, do'stlar qo'rqib ketdim. Oh my gosh. Okey, qo'rqib ketdim o'zim. U daraxtlar qayerdan paydo bo'ldi do'stlar? Men shunisiga hayron qoldim. Okey. Faqat pamperslarni taqib oldilar. Okey, boshladik videoni. Okey. Hamma qo'ylar joyda, hamma narsa joyda. Oy ham hech narsa bo'lgani yo'q, qonli bo'lgani yo'q. Mana oy bulutlar bilan biroz. Bu hali ham normali, still haligacha. Okey, nima qilamiz? Videoni tahlil qilamiz. Okey. Hamma daraxtlarni terib bo'lgandan so'ng qo'ylar joyida turibdi. Fakir qo'y bo'ldi. Xuddi bir nezirdagi daraxtga o'xshaydi. Eshigini yopib oldi, daraxtlarni buzdi. Hamma daraxtlarni buzgandan so'ng shu daraxtlar chiqayapti, prosto aytay. Xo'sh, u qizil fakir. Bu Herobrine belgisi emasmi do'stlar? Herobrine belgisi bu. Bu yerda Herobrine. What the fuck? Okey. Zaynab bo'ldi. Qo'rqib ketyapman. Xo'sh, o'rgimchak to'r bilan buzib tashadi. Blood moon leaves you.
hech qachon nima sendan tark ketmaydi deyaptimi shunday. Buni buzaman deganda buzdi. Qizil fakellar bilan o'ralgan. Rosta. Tosh bilan yopilyapti. Shunday nima qilganda ko'ramiz, fakellar buzdi. Daraxtlarni ham Nizerdan kelgan daraxt. What the fuck? Obsidianmi? Yo'q, ko'rolmadim. Okay. O'tlarni buzib tashlayotganda bu daraxtlar Nizerdagi daraxtlar qanday paydo bo'ladi? U Nizerga tushmagan bo'lsa. Qo'ylarni bo'qdi, hosil o'rim bilan. Voy. Nima bu? Do'stlar, shu joy to'xtaladigan bo'lsak, ayniqsa bu eshik nima? Qayerda paydo bo'ldi bu? Qaraganda. Xo'sh, ko'ramiz. Bu eshik emas menimcha. Bu eshik ekan. Okay. Bu ko'rganimizda bu olov nima uchun yo'qolgan? Bu yerda hech qanday lava boshqa bo'lmagandi-ku. Okay, ko'ramiz do'stlar. Yo, bu uni hosil o'rimi fermasi edi, yo'qilib yuborilgan. Bu nima sababchi do'stlar? Menimcha qonli oy bo'lsa kerak. Bu o'yinchini qo'rqitaman deb o'ylayapti, lekin qo'rqmayapti u. Water bucket bilan nima qildi? Obsidian nima qildi? Yomon, juda ham yomon do'stlar, obunachilar. Okay, bu yerda chuqur paydo bo'lganda, bu tarafda ham tushib ko'rdi. Bu yerda nima bo'ladi? Shunday obsidian daraxtlar bor. Yoki Nizerdagi. Okay. Ko'ramiz. Prosesslashtirib hamma daraxtlarni buzmoqchi. Tosh bilan nima qilib yopyapti. Xo'sh. Okay, bu yerda tuyalar qanday paydo bo'ldi? Bu nima? Qanaqa gul bo'ldi? Nizerdagi gul, balki. Uddalolmasa kerak. Uddalolmadi lekin. Bu yerda ko'rganda richak bor edi. Ko'ramiz qanaqa richak ekan. Activate blood moon. Bulut qonli oyni aktivlashtir. Bu nima ekan qani? Bu richakni bosib ko'ramikan? Bu richakni bosdi. Qonli oy do'stlar. Qonli oy. What the fuck? Ko'rdinglarmi? Shu tarafda mana qonli oy paydo bo'lgan. What the fuck? Videoni qolganida davom ettiramiz. Okay. Qonli oyni ko'rgandan so'ng vahimaga tushdi o'yinchi. Okay, ko'ramiz. Do'stlar, rostdan ko'rinib biroz meni qo'rqib ketdim. Mana qo'ylar hammasi joyida. Okay. Qani, balki ehtimol nima deyapti shunday. O'tkazamiz videoni. Yana chiqdi o'yinchi shunday qonli oy. Haligacha o'sha ko'ramiz. Qissadan qissa shuki, shuni aytamiz. Okay, videoni biroz o'tkazib turamiz. Hamma nimalarni buzdi, rishotkalarni. Xo'sh, cobblestone bilan hamma narsani oldi. Okay. Hali qonli oy turgandi lekin. Uyga berkinib bo'ldi. Richak bilan nima qila olmadi. Hamma narsa yongandi do'stlar, bu men chiqonli o'yin ta'siri. Okay, videoni davomini ko'raveramiz. Qani ko'raylikchi nima bo'ladi. Yuziga yana bitta yo'q yesa bo'ldi. G'alati. Yotdi.
yotib bo'lmadi chunki qonli oy ta'sir qilyapti. Xo'sh. Video menimcha boshqa bo'ldi. Tushib ko'rdi. Okey. Do'stlar, shunday qo'rqib ketyapman. Xo'sh. Shu nima ekan? Hali qonli oy ta'siri. Okey. Mana hali qonli oy turibdi. Eng uzun kecha bo'lsa kerak. Men bilmadim aslida. Okey. Xo'sh, bu yerda verstak avvalgi holatidek. Mana tosh qo'ydi, fakir qo'ydi. Bu nima yana? Xo'sh, ko'rish kerak. Ko'rmasa bo'lmaydi uni. Xo'sh, ko'rachi Blood Monk will kill you. Qonli oy seni o'ldiradi deyapti. Ya'ni nima uchun? Joz o'ldirsa kerak. Oy. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Oh my gosh. Do'stlar, aytsam qissadan qissa shuki, har qanday nigerlar bilan o'ynashmaylar. Xoh bu odam bo'lsa, xoh bu qonli oy.